Bolam, tura qol. Ovqating tayyor. Oyi, siz bugun ishga bormadingizmi? Bormadim. Tinchlikmi, oyi? Yoki ishdan haydashdimi? Yo'q, haydashgani yo'q. Men o'zim bo'shamoqchi bo'lib turibman. Senga ko'proq vaqt ajrataman. Oyi, nega opam G'ofur amakimni yomon ko'radilar? Nega unday deyapsan? Nimadir bo'ldimi? Kecha G'ofur amaki meni ko'rgani keluvdilar. Feruza G'ofur amakimni ko'rib, rosa baqirdi. G'ofur amaki nima deyishni bilmay qoldilar. Uzr so'rab chiqib ketdilar. To'xtang pochcha. Savolimga javob bering. Nima bo'lyapti o'zi? To'g'risini ayting. Opamga xiyonat qilyapsiz-a? Nimalar deyapsan? Men opangni yaxshi ko'raman. Men unga hech qachon xiyonat qilmayman. Yo'q, xiyonat qilyapsiz. Buni opamni o'zi ham biladi. Shuning uchun ham opam uni yomon ko'radi. Pochcha, siz bekorga opamni qo'ldan bolani tortib olib, o'rtog'ingizga qaytarmoqchimisiz? Sizni o'zingizni rejangiz bor. Agar farzandingiz bo'lmasa, opam bilan ajrashasiz-a? Ana undan keyin o'sha Sumbulangiz uyiga borib mazza qilib yashaysiz. Shumi sizning maqsadingiz? Gapiring. Ey, Sumbula bilan yashashni opang xohladi. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Yaxshi Xumora. Men senga hammasini aytib beraman. Yur ichkariga kiraylik. Nima gap? Birorta yangilik bormi? Hozircha yo'q. Tinch dada. Nega ular bunchalik bemalol yuribdi? Men ham shunga hayronman. Menga qara. Zilola nima hech narsa demayaptimi? Yo'q, u ham tayinli gapirmadi. Xo'sh. Uni oldigacha. Oldiga hech kim kelmayaptimi? Keldi. Ertalab ham eri kelib ketdi. Bu qanaqa erkak o'zi? Xotinini ko'rgani kevirmasdan bolani hal qilsa bo'lmaydimi? Dada. Menimcha ular bolani yo'qotib qo'ygan. Bu nima deganing? Qanaqasiga yo'qotadi? To'lqin aka xotini bilan gaplashayotganda meni xodimim eshitib qopti. Oydin bolasi bilan qochib ketganmish. Nima? Bu qizni esa og'ib qolganmi? Bilmayman. Qanaqa bu ahvolda onasini tashlab qochadi? Men ham hayronman. Men ham eshitib ishongim kelmadi. Yo o'g'lim. Bu yerda boshqa gap bor. Bular bizga o'yin qilmayotganmikin? Menimcha bu ataylab ana bu qo'riqchini oldida shunday gap qilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lsa ham Zilola opani qo'yib yubormasligimizni bilishadi-ku. Yo'q. Ular bilishmaydi. Ular bilasam hozir hamma narsani juda yengil qabul qilishyapti. Yaxshisi Zilola bilan men o'zim kirib gaplashaman. Opa yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Opa nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'layotganini sendan so'rashim kerak. Mendan nimasini so'raysiz? Hamma gapni aytyapman. Allaqachon eringiz bilan kelaman degandingiz. Nega kelmayapsiz? Yoki menga ishonmayapsizmi? Yo'q, nimaga? Boramiz albatta. Xo'p, qachon? Qudangiz qamalib ketgandan keyinmi? Iya, nega qamaladi? Bu yerda nimalar bo'layotganini siz bilmaysiz. Vaziyat borgan sari og'irlashyapti. Abbos akamning taqdiri juda og'ir ahvolda. Menga qara, bu nima deganing? O'ylab gapiryapsanmi? Tushuntiribroq gapir. Qudangiz Zilola opani bolani o'g'irlading deb qamab qo'yishdi. Bolani olish uchun ulardan. Oyda esa chaqaloqni olib qochib ketdi. Hech qayerdan topilmayapti. Voy, o'lmasam, shuncha ish bo'lib ketibdi-yu. Hada. Abboschi. Nega uni hayoti xavf ostida deyapsan? Chunki Abbos akamni ham qamab qo'yishlari mumkin. Siz shuni kutyapsizmi? Voy. Xudo asrasin, meni o'g'limda ayb yo'q-ku. Abbos akam begunohlar. Bolani qaytarishga rosa urinyaptilar. Lekin erkatoy keliningiz hech kim eshitmayapti.
Hattoki o'zboshimchalik qilib, o'zini onasini ham qamalishiga sababchi bo'lyapti. O'zi bunaqa telpa kelinni qayerdan topgansiz? Shu Abbosni o'zi topganda men bilganimda ikki dunyoda ham kelin qilmasdim. Maslahatim, tezroq harakatingizni qiling. Bo'lmasam afsuslanasiz, opa. Xo'p, men harakat qilaman. Uzoq bilan ertaga boramiz. Shunday deb umid qilaman. Mayli, xayr. Xo'p, xo'p. Bular nima, opa? Bular nima deb so'rayapman sendan? Ana, ko'rmayapsanmi? Chaqaloqlarning qabri. Ko'ryapman. Lekin buncha chaqaloq qayerdan keldi? Kim o'ldirgan buncha bolani? Hammasini o'zing o'ldirib keyin olib kelib ko'mdingmi? Sen o'zi kimsan? Kimsan sen? Jodugarmisan? Kimligimni juda yaxshi bilasan. Men doyaman. Men doyalarni ayollarni ko'zini yorishiga yordam beradi deb o'ylagan ekanman. Senchi? Ha? Sen buncha chaqaloqni o'ligini qayerdan olding, ha? Gapir. Bu yerda senga o'xshab iltimos qilib yalinib kelgan ota-onalarning farzandi yotibdi. Kimdir noqonuniy ravishda yoki voyaga yetmasdan homilador bo'lib qoladi. Shuning uchun meni oldimga bolasini oldirish uchun yalinib yolvorib kelishadi. Kimnidir bolasi o'lik tug'iladi. Hattoki ba'zi birlari o'lgan bolasini o'ligini ko'rishni ham xohlashmaydi, irim qilishadi. Yana shundaylar borki, xotinini, bolasi, tug'iladigan bolasi o'g'il emas, qizligini bilib qolib, oldirgani kelishadi. Ha, men nima qilishim kerak? Chaqaloqlarni axlatga tashlashim kerakmi? Kelib mana shu yerga, hech kim ko'rmaydigan joyga ko'mib ketaman. Aka? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oying uydami? Ha, Bor chaqir. hozir. Oya. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Akam qanilar? Men bilmayman, bu yerda emaslar. Yolg'on gapirmang. Doim yo'qolsalar shu yerga keladilar. Boshqa boradigan joylari yo'q. Ha, kecha tunda ham kelgandilar. Lekin ertalab nonushta qilmasdan ham ketib qoldilar. Siz aldayotganim yo'q. Sizdan yaxshilikcha, chiroyli qilib so'rayapman. Menga hoziroq akamni chaqirib chiqing. Nega ishonmaysiz? Yo'qlar. Istasangiz kirib tekshiring. Qachon chiqib ketdilar? Ertalab 7-8larda. Lekin kecha rosa ichib keldilar. Tuni bilan alaqsirab chiqdilar. Ertalab so'rasam, gapirmadilar ham. Ulardan juda ham xavotir olyapman. Nimalar bo'lyapti o'zi, Ali? Bu yerda o'tirish sizga juda ham yoqib qolganga o'xshaydi, a? Bunaqa joylar hech kimga orzu emas. Unda nimaga harakatingizni qilmayapsiz? Qo'limdan kelgan hamma ishni qilyapman. Bo'lmagan gap. Men sizdan shunchaki bir narsani so'rayapman. Meni nabiramni qaytarib bering. Men esa sizni qo'yib yuboraman.
Shuni o'zida ham sizlarga katta yaxshilik qilgan bo'laman aslida. Rahmat sizga. Lekin meni ilojim yo'q. Bu nima deganingiz? Nima, siz qamalishni istaysizmi? Yo'q albatta. Sizlarga ham qonun bordir. Nima dedingiz? Siz nimalar deb aljirayapsiz? Siz o'z kasbingizni suiiste'mol qilib, mansabingizdan foydalanib, birovni norasidasini o'g'irlab, yana o'z qizingizga hadya qilib, aslida esa odam savdosi bilan shug'ullangan odam qonun haqida gapiryapsizmi? Qo'ysangizchi. Unaqa emasligini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz. Aslida men hammasini tinchlik bilan hal qilishga harakat qilyapman. Yaxshilikcha nabiramni qaytarib bering. Bu meni sizni oxirgi marta ogohlantirishim. Mumkinmi? Ha, kelavering. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz qizim? Assalomu alaykum. So'ropa sizni tanimadim. Meni tanimaysiz. Lekin men sizni juda ham yaxshi taniyman. Men ham shu qishloqda turaman. Ha, xo'p. Bu yerga nega keldingiz? Oyingizni, Surayyo opani uylarini topolmadim. Keyin sizdan hol-ahvol so'ray deb kirgandim. Ha. Uydagilarni yaxshi taniysizmi? Yo'q, akangizni ko'proq taniyman. Siz yo'qolganingizda sizni tepalikda eringiz bilan birga ko'rgandim. Ana shuni akangizga aytgandim. Shundan keyin sizni topishdi. Rostdanmi? Demak, meni tirik qolishimda siz ham yordamingiz tekkan ekanda. Rahmat. Yo'q, men unaqa demoqchi emasdim. Shunchaki aytdim qo'ydim-da. Oyingiz biror joyga ketganmidilar? Ha. Oyim do'konga tushgandilar. O'tirib turing. Hozir kelib qoladilar. Bo'lishi mumkin emas. Nima, opam shuncha payt o'zlarini hammaga homilador qilib ko'rsatganlarmi? Ha. Biz shunga majbur bo'ldik. Nimaga shuni ochiqchasiga qilsanglar bo'lmasmidi? Xumora. Hammasi sen o'ylaganchalik oson emas. Endi-chi? Endi oson bo'lyaptimi? Qarang, oyim qamoqdalar, opam bo'lsa qochib ketganlar. Hech qayerda yo'qlar. Bu ishlarga buni umuman aloqasi yo'q. Opangni bola o'g'irlab kelishi umuman hayolimga kelmagandi. Buni kimlar biladi o'zi? Opang, men, dadang bilan oying xolos. Meni uydagilarimning umuman xabari yo'q. Tavba, Sumbulani bolasi o'lik tug'ilgan bo'lsa, unda nimaga sizni tinch qo'ymayapti? Nimaga opamni yoniga kelyapti? Kecha siz nimaga uni uyida qoldingiz? Xumora. Meni aldashga urinmang, pochcha. To'g'ri, sizga juda hurmatim oshdi. Opam uchun shuncha ish qilibsiz. Lekin nimaga u ayolning yoniga borayotganingizga tushunmayapman. Yaxshi. Bo'ldi, tan olaman. Men kecha o'sha yerda qoldim. Lekin o'zim istab emas. Shunchaki juda charchagan ekanman. Divanda o'tirib, ko'zim ketib qoldi. Pochcha, to'g'risini ayting. Ish qilib, o'sha ayolni yaxshi ko'rib qolmadingizmi? O'shani deb opamdan kechib ketmaysizmi? Xumora, nimalar deyapsan? Unda emas. Qasam ichaman. Men opangga xiyonat qilmaganman. Bundan keyin ham qilmayman. Unda nimaga farzandli bo'lgandek bo'lib opam bilan uyingizga bordingiz? Endi bolani qaytarib bersangiz, uyingizdagilarga nima deysiz? Bilmadim. Hozir ularni emas. Sen onangni ko'proq o'ylayapman. Sardor? Voy. Ha, aka. Menga qara. Bizni gapimizni eshitdingmi? Ha. Nimani eshitding? Hammasini. Meni bolamni qabri qaysi? Ana u. Qaysi? Ana unisi. Bumi? Ha, o'sha. Adashmayapsanmi? Adashganim yo'q. Mana,
Yangi turibdi-ku, o'zing qaragin. Hey Ulug'bek, to'xta, nima qilmoqchisan? O'zingni bos. Hoy, to'xta, nima qilyapsan? Yaqinlashma. Yo'qol. O'ldiraman. Yaqinlashma. Iltimos Ulug'bek, unday qilmagin. Bolani tinch qo'ygin, tinch qo'y. Yo'qol dedim. Hozir yaqinlashsang, mana shu yerda chaqaloqlarning orasiga o'zingni ko'mib ketaman, o'zingni ko'maman. Meni bolam bu chaqaloqlarning orasida qolmaydi. Tushundingmi? Uni hamma odamlar qatori qabristonga, odamlar orasiga ko'maman. Unday qilmagin, iltimos. Iltimos, yaqinlashma. Qo'y, keragi yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Ularning yaxshi gapga ko'nadanga o'xshamaydi. Bular bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb o'ylayapti. Nega unaqa deyapsiz, dada? Zilola opa nimadir dedimi? Bu ahmoq xotin biz uni qo'rqitmoqchi bo'lganimizni sezib qopti. Lekin men odamgarchilik yuzasidan unga indamayotganimni tushunmayapti. Shunda bolani qaytarishmoqchimiz, shunaqami? Qaytarishadi. Qaytarishmasa, zo'rlab bo'lsa ham olaman. Hali ular meni kimligimni bilmayapti shekilli. Dada, opani ishini biror nima qilish kerak. To'g'ri, shikoyat bor, lekin hali jinoiy ish ochilmadi. Jinoiy ish ochmasdan bu yerda ushlab o'tirish mumkin emas, buni bilasiz. Opani ko'p ushlab tura olmaymiz, dada. Mayli. Buguncha o'tirib tursin, ertaga bir gap bo'lar. Nima, ertaga qo'yib yuboramizmi? Yo'q. Ertaga uni ustidan jinoiy ish ochasan. Ishini sudgacha olib borasan. Qamatamizmi? Ha, qamatamiz. Yaxshi gapga ko'nmadimmi? Endi yomonni ham bir ko'rsin. Keyin ana Oydin topilishi bilan uni ham olib kelib tiqasan. Tushundingmi? Xo'p, dada, tushundim. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Shu sizlarning oldingizga kelgandim. Buni bildim. Nega kelding deyapman. Oyim jo'natgandilar. Oyim? Nega jo'natadilar? Nimaga bo'lardi? Shu sizlardan shubhalanganligi uchun jo'natdilar. Shubhaga borsalar oyimning gapiga ko'nib kelaverasanmi? Nima qilibdi? Mana, oyim haq ekanlar. O'chir. Tag'in oyimga borib bularni aytib o'tirma. Unda nima deyman? Esing joyidami seni? Sen shu narsalarni oyimga aytib bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Ha, nima qilish kerak aka? Axir meni shularni bilish uchun jo'natdi-ku. Voy ahmoq. Ota-onaga doim ham bunaqa narsalarni aytib bo'lmaydi. Bekordan bekorga ularni xavotirga solasan xolos. Xo'p, hozir shunda sizni deb yolg'on gapirishim kerakmi? Ha, kerak bo'lsa yolg'on gapirasan, tushundingmi? Ha, yo'q aka. Meni bu ishlaringizga aralashtirmang. Yaxshisi men keta qolay, a? Ey. Men kimga gapiryapman? Aka, qarang. Shundoq ham oyim bilan dadam har kuni sizni deb sizni ustingizdan janjal qilib o'tirishibdi. Qo'ying, shu ishga meni aralashtirmang. Menga qara. Men ham shuni aytyapman. Sen aralashma bunga, iltimos. Ularga hech narsa demaysan. Tushunding-a? Menga qara. Yosh bolaga o'xshamasang-chi, Sardor. Bu narsalarni ota-onaga aytib bo'lmaydi. Hammasi bir yo'li bo'lsin. Keyin men o'zim o'tirib, bafurja tushuntiraman. Tushundingmi? Menga qara. Qizim bilan nimani gaplashding? Hech narsa, shunchaki hol-ahvol so'radim. Aniqmi? Boshqa narsa so'raganing yo'qmi? Yo'q. Boshqa uni oldiga kirma. Tushundingmi? Nega? Gap ko'paytirmasang-chi. Senga o'zi qizim oldida nima bor? Nimaga kelding o'zi? Sen
qizim oldiga keldingmi yo meni oldimga keldingmi? Siz oldingizga keldim. Bo'pti-da. Nima qilasan unda vaziyatni chigallashtirib? Yaxshi, uzr. Xo'sh. Nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingmi? O'ylab ko'rdim. Taklifingizga roziman. Juda ham yaxshi. Unda hoziroq borib ishga kirish. Yo'q, avval pulni kelishib olaylik. Men senga kichkina pul aytganim yo'q, Xolida. Ha, lekin kam narsa ham so'rayotganingiz yo'q. Xo'p, yaxshi. Nima istaysan? Aytganingizdan 2 barobar. Nima? To'g'ri tushuning meni ham. Hal qiladigan muammolarim bor. Pul juda ham kerak bo'lib turibdi. Bo'lmasa bu gapingizga hech qachon rozi bo'lmasdim. Yaxshi. Kelishdik. Pulni qachon olaman? Shu bugun aytganimni qilsang, aniqrog'i birinchi qadamni qo'ysang, ana o'shanda pulni 3dan 1ni olasan. Qolganini bo'lsa, keyin gaplashamiz. Xo'p, kelishdik. Men hozir hazillashadigan ahvolda emasman. Nega? Nima bo'ldi meni mushukchamga? Ali aka, hazillashyapsizmi? Oyimni qamab qo'yishgan. Qanaqa qilib kayfiyatim yaxshi bo'lsin? Uzr. To'g'risi xayolimdan chiqibdi. Rahmat sizga. O'zi men bilan ishingiz yo'qda. Qo'ysangchi bo'lmagan gaplarni. Unda qanday qilib unutish mumkin? Unutmadim, shunchaki bizni ham muammolarimiz ko'p, bilasan-ku. Shunga xayolimdan ko'tarilibdi. Ke urushmaylik. Voy, uzr, xo'p. Tezroq o'tiraylik. Hoppa. Endi nima qilmoqchisiz aka? Bilmadim. O'zimni ham boshim qotgan. Menimcha bolani qaytarib berish kerak. Unda oyim sizni yana kenayim bilan ajrashtiradi. Aka, oyim telefon qilyaptilar. Ko'tar. Nima deyman oyimga? O'zingni bos. Telefonni ko'tardi, oyimga hammasini yaxshi de. Aka, yo'q. Men ayta olmayman. O'zingiz gaplashing, men. Esing joyidami? Oyim menga ishonmaydilar. Aka, nega ishonmaydi? Axir siz ham mendek o'g'lisiz-ku. Bas qil Sardor. Agar menga ishonganda, seni men oldimga jo'natarmidilar? Aka, men yolg'on gapira olmayman oyimga. Ovozingni o'chirdi, telefonni ko'tar. Nima deb so'rasalar ham hammasini yaxshi de. Mehmon qilishyapti-da. Bo'ldi. Ko'tar. Assalomu alaykum ona. Alo Sardor, yaxshimisan? Allaqachon yetib borishing kerak edi. Nima bo'ldi o'zi? Qachondan beri kutib o'tiribman. Qo'ng'iroq ham qilmaysan. Ham meni ichimni qizdirib o'ldirding-ku. Gapirsang-chi? Yaxshimisiz, oyi? Men yaxshiman. O'zingiz tuzumisiz? Ko'p gapirma, nima gap ekan? Aniqladingmi? Hech gap yo'q. Akamnikidama, aniqrog'i qaynotasinikidama. Nima qilyapsan u yerda? Rosa mehmon qilishyapti. Qanaqasiga mehmon qilishadi? Hammasi joyidami? Kim bor oldingda? Hamma bor. Akam, kelinoyim. Ha, xumori hozir chiqib ketdi lekin. Xumorangni boshimga uramanmi? Chaqaloq bilan keling o'sha yerdami? Ha, kelinoyim chaqaloqni ko'tarib yuribdi. Aniqmi? Meni aldamayapsanmi ish qilib? Yo'q, oyi, men sizni nega aldayman? Unda bor telefonni keliningga ber. Nima? Eshityapsanmi? Ahmoq, nega o'chirding? Kelinoyimni so'rayapti. Ahmoq, shunga o'chirish kerakmi? Hozir battar chiqib qolardilar. Aka, nima qilay? O'zi shuncha gaplashdim. Rahmat desangiz bo'lardi. Voy, tavba qildimi? O'chirib qo'ydi-ya. Voy, tavba. Kim bilan gaplashyapsan? Sardor bilan. Menga qara, uni tong saharlab qayerga jo'natding o'zi? Shu akasini oldiga. Akasini oldiga? Sardor qishloqqa ketdimi?
Nimaga? Voy, ichim qizib ketgan edi. Borib vaziyatni bilib kel deb jo'natuvdim. Sen esing joyidami? Birato'la o'zimiz ketsak bo'lardi-ku. Bo'lmasdi-da. Nimaga bo'lmasdi? Men tushunmayapman, senga nima bo'lyapti o'zi? Yo mendan biror narsani yashiryapsanmi? Yo'q, yashirayotganim yo'q. Dilnora, hozir hammasini gapir. Xo'p. Bo'pti, hammasini gapiraman. Kecha folbinga borgan edim. Folbinga? U haligi uyda tozalov qilishingiz kerak deb suvga dam solib berdi. Shularni uyga sepib chiqdim. Bugun biroz duo qilib, ta'sir qilsin deb kutib o'tiruvdim. Chiday olmadim, Sardorni qishloqqa jo'natdim. Voy, sening xotin. Kechadan beri shuning uchun hamma yoqqa suv sepib yurgan ekansan-da. Jodugarga o'xshab. Voy, nega jodugar deysiz? Nima deb bo'lmasa? Jodugarlarning oldiga borib yurgan ekansan-ku? Voy, siz nimani ham tushunardingiz? Qo'ysangiz-chi, xalaqit qilmang. Hamma narsani sen tushunasan. Yana biror marta shunaqa joyga borganingni bilsam, oyog'ingni sindiraman, bilib qo'y. Assalomu alaykum, Qodirjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizda zarur ishim bor edi. Mayli, keling o'tiring. Xo'sh, nima gap, tinchlikmi? Tinchlik. Lekin sizga aytadigan bir muhim gapim bor, singlingiz haqida. Singlim haqida? Nima gap? Quloqim sizda. Hali singlingiz yo'qolgan kuni tepalikda erini ko'rgandim degandim. Ha, esimda, xo'sh. O'sha paytda singlimni eri qirlikdan itarib yubordimi deb so'ragandingiz. Xo'p, keyinchi? O'shanda men yolg'on gapirgandim. Xo'p, gapingizga tushunmadim. Nima deb yolg'on gapirgandingiz? Men yiqilganini ko'rmagandim deb. Aslida singlingiz qanday yiqilganini ko'rgandim. Xo'sh, qanday yiqildi? Uni Ulug'bek itarib yuborgandi. Nima? Uzr, vaqtida ayta olmaganim uchun. Opa, bunga ishonchingiz komilmi? Nega o'sha vaqtda aytmagandingiz? Endi shuncha vaqt o'tgandan keyin aytyapsiz. O'shanda qo'rqqandim. Men ham tergovga aralashib qolamanmi deb. Undan tashqari Ulug'bek ham yaxshi odam emas edi. U bilan dushman bo'lib qolishni xohlamagandim. Jin ursuni yaramas. Opa, o'ylab ko'ring. Bu kichkina ayblov emas. Agar haqiqatdan shunaqa bo'lsa, men Ulug'bekni umrini qamoqda chiritaman. Bilaman uka, oddiy gap emasligini. Shuning uchun ham vijdonim yo'l qo'ymay oldingizga kelishga qaror qildim. Oyi, haligi ayol meni yiqilganimni ko'rgan ekan. Ha, shunaqa deyishgandi. Shuncha ishlar bo'lib ketdi-ya. Tirik qolganimga ishongim kelmayapti. Alloh bir asradi qizim. Boshqa bunaqa ahmoqlik qilmagin qizim, xo'pmi? O'zingni asrashing kerak. Xo'p, oyi. Uzr, sizlarni ham juda ham qiynab qo'ydim. Tuzalib ket qizim. Meni kechiring. Bo'ldi, o'ylama. Keling dadasi. Qizim, yaxshimisan? Oyi, dadam bilan alohida gaplashsam maylimi? Xo'p. Nima gap, qizim? Bunisini sizdan so'rash kerak edi. Mendan nimani yashiryapsiz? Bu nima deganing? Men senda hech narsani yashirganim yo'q. Aldayapsiz, dada, aldayapsiz. Nimaga seni aldayman, qizim? Nimagadir sen oxirgi payt o'zingni g'alati tutyapsan. Agar menda nimadir gaping bo'lsa, ayt. Shu Sumbula kelib ketgandagi sen sal boshqacha bo'lib qolding.
yo u senga biror nima dedimi? Ha, dedi. Xo'sh, Sumbula, ha deb ovora bo'laverma. Bola baribir ham senda qolmaydi dedi. nima? Bu qanaqasi? Nimaga unaqa dedi? Bilmayman. Negaligini so'rasam, javobini dadang biladi. Dadangdan so'ra dedi. Yaramas. Baribir ham senda qolmaydi dedi. Amma ha qizim. Ulug'bek aka bilan qayerga bordinglar? Tutzorga bolasini qabrini ko'rsatib keldim. Kecha aytdim-ku, so'rab kel dedim. Nima? O'zi topolmabdimi? Topibdi. Qaysi biri ekanligini bila olmagan. Nima? Qo'yaver qizim. Telbaga o'xshab yuribdi. Lekin nima qilganini aytsam, esing chiqib ketadi. Xo'sh, nima qilibdi? Qabrini ko'rsatdim. Ko'ziga yosh kelib turib qoldi. Darrov belkurak ko'tarib kelib, kovlay boshladi qabrni. Nima? Nimani ko'ylaydi? Qabrni kovladimi? Ha-da. Uni ko'rib yuragim yorilib ketay dedi. Borib to'xtatay desam, quturgan odamdek menga baqirib tashladi. Tushunmadim. Nimaga kovlaydi? Esi joyidami? Yo, menimcha tom ketyapti. Bola u yerda qolmaydi. Uni qabristonga borib ko'maman deydi. Keyin nima bo'ldi? Bolani olib ketdimi? Ha, olib ketdi. Voy o'lmasam. Oyi, qiynalmayapsizmi? O'zi ham biram g'alati joy ekan. Bu yerda yotadigan joy ham yo'q-ku. Amallayapman. Xavotir olma. Oyi, siz jinoyatchi emassiz-ku. Nimaga sizni bu yoqqa qamab qo'yishdi? Qizim, hammasi joyida. Kechasi yotish uchun ko'rpa berishyapti. Bo'ldi, yig'lavermagin. Kechiring, oyi, bizni deb shu ahvolga tushib qoldingiz. Qo'ysangchi. Opangdan hali xabar bo'lmadimi? Pochang nima deyapti? Qo'ying shularni, o'zingiz o'ylasangiz-chi. Bu nima deganing? Qanaqa qilib ularni o'ylamayman? Oyjon, men hammasini bilaman. Nimani bilasan? Pochchamdan hammasini eshitdim. Opam uchun shu ishni qilibsiz. Oxirga kelib opam sizni emas, bolasini tanlab ketdi. Bu qanaqasi? Hech qaysi farzand bu ishni qilmaydi. Qizim, bo'lmagan gaplarni gapirma. Yo'q, oyi. Opamni hech qachon kechirmayman. Eshityapsizmi? Hech qachon. Unday dema. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ali, va alaykum assalom. Salom. Yaxshimisan? Bu yerda nima qilib turibsan? Ha, bir tanishimni kutib turgandim. Nima, yana biron o'rtog'ini qamab qo'yishdimi? Yo'q aka, boshqa tanishim. Menga qara, akang qayerda? Bilmadim. To'g'risini ayt. Men ham hozir sizlarnikiga borishim kerak edi. Rostdan bilmayman aka. Bugun ko'rganim yo'q. Tushunarli. Menga qara. Yana sen anavi Zilolapani oldiga kelmaganmiding? Ha, ularning qizi Xumorani olib ketgani kelgandim. Uka, bu oila seni akangni oilasini parokanda qilib yuborgan. Ashaddiy dushmanlaring bo'ladi. Shu narsalardan xabaring bormi? Aka, bu ishlarga Xumorani aloqasi yo'q. Tushunarli. Aka, rahmat sizga. Arzimaydi. Bu Allohning qudrati. Xudo bu umrini qolganlariga qo'shib bersin. Qolgan farzandlaringiz sog'lom bo'lsin. Rahmat aka sizga. Xo'p.
Xola, yaxshimisiz? Ha, bo'ladi. Akalaring qo'ng'iroq qilishmadimi? Yo'q hali. Xavotir olmang, xola. Ulug'bek akam yosh bola emaslar-ku. Bola ona uchun doimo yosh bola bo'ladi. O'g'limni boshi muammodan chiqmay qoldi. Hozir qayerlarda tentirab yurgan ekan-a? Hattoki ukasi ham uyga kelmayapti. Xola, bekorga vahima qilyapsiz. O'tgan safar ham shunaqa xavotir olgandingiz. Ertasi kuni hech narsa bo'lmagandek keldilar-yu. Ha. O'shanda ham bir ahvol bo'lib keldi. Meni ko'nglim bekorga xijil bo'lmaydi, qizim. Xola, oyim telefon qilyaptilar. Xolim bilan gaplashtir degandilar. Gaplashasizmi? Yo'q, qizim, hozir emas. Hozir oyim bilan gaplashsam yana nima bo'ldi? Ulug'bekni bolasi topildimi deb yana meni savollarga ko'mib tashlaydi. Qo'y bolam, hozir gaplashishga niyatim yo'q. O'zi qishloqda ham har xil gap yuribdi-da. Oyim xavotirdalar. Mendan ham har kuni so'raydilar. Nimaga? Oying yaxshi ekanlarmi? Qanaqasiga yaxshi bo'lsin? Panjaraning orqasiga qamab qo'yishibdi, xuddi hayvonga o'xshatib. Qo'ysang-chi xumora, bo'ldi, yig'lama. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi hali. Bechora oyim, begunoh bo'la turib panjara ortida o'tiribdilar. Bu nohaqlik-ku. Axir shunga bizga shuncha mehr berib boqqanmidilar. Seni tushunib turibman, sen haqsan. Lekin o'zingni bos. Xumora, sen kuchli qizsan. Yaxshisi sen mashinaga borib tur. Men oying oldiga kirib chiqaman, xo'p? Siz kirib nima qilasiz? Hol-ahvol so'rab chiqaman. Qo'ying Ali aka. Shunda ham o'zi qiynalib turibdilar. Sizni ko'rsa battar asablari buziladi. Unaqa bo'lmaydi, xavotir olma. Meni ko'rib qaytanga xursand bo'ladilar. Sen boraver, men hozir chiqaman, xo'p? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi Abosika uydamilar? Yo'q, uyda emaslar. Qayerga ketdilar? Bilmayman. Aytmadilar menga. Kirib kutib tursam bo'ladimi? Mayli, kiring. O'tirib turarsiz. Uyda kim bor? Hech kim yo'q. Aniqmi? Nima, men sizni biron marta aldaganmanmi? Yo'q. Unda nimaga ishonmayapsiz? Shikoyatni sen yozgan ekansan-da. Xo'p, nima bo'pti shunga? Uni qaytarib ol. Hazillashyapsanmi? Hazil yo'q. Bu bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Bekorga o'zingni boshingga muammo orttiryapsan. Nega kelding oldimga? Bolamni qaytarib bermoqchimisan? Yoki yo'qmi? Bo'ladigan gapdan gaplashaylik. Men bo'ladigan gapni gapiryapman. Agar qaynanamiz sudgacha borsa, u yerda seni ham noming tilga olinadi. Ularga qo'shilib sen ham qamalib ketasan, tushunyapsanmi? Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Endi meni eshit. Men qamalamanmi, qamalmaymanmi? Bu seni xavotirga solmasin. Sen yaxshisi o'zingdan xavotir olgin. Agar rostdan ham ish o'sha darajaga borib, Zilola opa ham, men ham qamaladigan bo'lsam, Oydin bilan sen ham quruq qolmaysan. Xotining-ku qamalishi aniq. Lekin unga qo'shib seni ham qamataman. Chunki sen unga yordam bergansan. Bolamni o'zlashtirishda 100% sherik bo'lgansan. Ulug'bek, nimaga bunchalik tavakkal qilyapsan? Axir u seni bolang emas-ku. Nima, u seni bolangmi? Yo'q. Menga qolsa bolani qaytarib beradi. Lekin xotinim... Nima xotining? Injiqlik qilyaptimi? Meni xotinim esa o'z joniga qasd qilib chalajon holatda yotibdi. Oyoqqa turadimi yo'qmi Xudo biladi. Boshqa meni bunaqa bekorchi gaplar bilan bezovta qilmagin. Bolani bermoqchi bo'lsang ayt, kelaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom.
Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima meni ustimdan kulgani keldingmi? Yoki akangni qaynotasiga o'xshab do'q popsa qilgani keldingmi? Menga qara bola. Senlarni hech qaysiningdan qo'rqmayman. Tushundingmi? Uzr, sizni bezovta qilmoqchi emas edim. Men bu yerga Oydin opa iltimos qilgani uchun keldim. Nima? Oydin? Sen uni qayerdaligini bilasanmi? Ha, bilaman. Aniqrog'i o'zim olib borib qo'ydim. Qayerga? Xavotir olmang. Siz o'zingiz tayinlagan joyga. Oydin opani ham, bolasini ham ahvoli yaxshi. Lekin siz ahvolingiz yaxshi emas. Shuning uchun meni kelishim iltimos qilgandilar. Ularga biror gapingiz bo'lsa ayting. Mendan xavotir olmasin, ayt. Oydin o'ziga, bolasiga ehtiyot bo'lsin. Xo'p. Ali. Rahmat senga o'g'lim. Oyi, gapirsangiz-chi, biror gap bo'ldimi? Ha, qizim. Meni hibsga olishga kelishyapti. Nima? Kim hibsga oladi? Madinaning akasida kim bo'lardi yana? Bolani deb shunday qilyapti. Bolani qaytarmasang bo'lmaydi. Oyi, bilasiz, men bolani qaytara olmayman. Iltimos, boshqa bir yo'lini topaylik. Ular nega o'zi sizni qamashyapti? Axir siz hech narsa qilganingiz yo'q-ku. Hammani ko'zida bu ishlarni hammasini men hal qilganman. Oyijon. Iltimos, nima desangiz qilaman, faqat bolamni qaytar demang, iltimos. Boshqa biror bir yo'li topilib qolar. Sizni qamashmaydi, bunga haqlari yo'q. Iltimos, oyijon. Qoch qizim. Nima? Sen qochishing kerak. Nega? Sizchi? Men o'ylama. O'zim bir amallayman. Sen bolani olginda bu yerdan ket. Oyi, shoshmang. Shunda siz qamalmaysizmi? Men bilan ishing bo'lmasin. Men senga manzil beraman. Shu yerga borasan. Tushundingmi? Qizim. Ona baribir farzandini derkan. Men shuncha umrimni yashab, bor budimni sizlarga bag'ishladim, bolam. Hozir senda o'zimni ko'ryapman. Sen ham o'z bolangni himoya qilyapsan. Xuddi mendek. Bo'la qol. Men sizni tandim. Ha, sizlarnikiga borgandim. Yo, uni aytmayapman. Siz akam bilan kenayimga bola tug'ib berishi kerak bo'lgan ayolsiz, a? To'g'rimi? Ha. Oyz aytdilarmi? Yo'q, akam bilan Xumorani gapini eshitib qoldim. Tushunarli. Lekin Xumorani bu gaplardan xabari yo'q edi. Endi xabari bor. Sekin-asta haqiqatni hamma bilyapti. Nega menga bunday qarayapsiz? Menga baribir. Meni hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Abbos aka, men haqimda nima dedilar o'zi? Sumbuladan qutula olmayapman dedilar. Shunday dedilarmi? Yo'q. Lekin rostdan shunaqa, to'g'rimi? Bo'lmagan gap. Unda nega akamni tinch qo'ymayapsiz? Bizni uyimizga qayta bordingiz. Endi mana qaynotasini uyigacha ham keldingiz.
Buni esa siz bilishingiz shart emas. Bu shaxsiy masala. Yo'q, bilishim shart. Sizni deb akamning oilasi buzilib ketishini xohlamayman. Shundoq ham akangiz oilasi allaqachon buzilib bo'lgan. Men orqali buni saqlab qolmoqchi bo'lishdi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Meni harakatlarimga kelsak, bilib qo'ying. Men akangiz xotiniman.